Bugungi videoda TNT Duper, Lag mashina, Dup mashina va shunga o'xshash Minecraft top 10 afsonaviy lifehacklarni to'g'ri yoki xatoligini tekshirib ko'ramiz. Qani go unda. Endi buni o'zimni verimni tekshirib ko'ramiz. Xuddi videoda ko'rsatilgandek quraman. Ko'rib turganingizdek TNT Duper ishladi. Oldinda bundan ham qiziq lifehacklar bizni kutib turibdi. Navbat ikkinchi lifehackga. Endi buni ham tekshirib ko'ramiz. Menga qiziq o'xsharmikan? Mexanizm bitti. Hayajonli daqiqalar. Afsuski bu o'xshamadi. Demak, keyingi lifehackga olg'a. Run for shawty, I love that shit when he in love with my body. Get into it, yo. Pop out with a trunk, get into it, yo. If you go to church, I said get into it, yo. I just shake that motherfucker, get into it, yo. I said I just gotta go. 어디론가 날아가고 싶은 마음 어제와는 다른 기분에 취해 서로의 눈을 바라보며 사랑의 작은 비밀 속삭여 너와 나의 시간은 천천히 흘러. Endi buni ham sinab ko'ramiz va ayniqsa anarxiya serveri o'ynaydiganlar uchun ekan. Juda katta crash bo'ladi serverlarda. Albatta to'g'ri maqsadda foydalaning. Hop. Mana nihoyat qurib bo'ldim. Hayajonli daqiqalar. Ana olg'a. Xo'p, endi boshlansa kerak haqiqiy tomosha. Voy, FPS'im 60 ga tushib ketdi. Yo'q, qotishini, grafikani rostdan ham ishlar ekan. Yo'q, FPS ga qaranglar, 10 FPS. 15. Oho, bu lifehack ishladi. Sizlar ham sinab ko'rishingiz mumkin. Endi oldinda bundan ham zo'r bo'lgan lifehacklar bizni kutib turibdi. Qani olg'a. Men esa bu merdni o'chirib tashlamayman. Stop it. Get some help.
buni ham o'zimizning mirimizda tekshirib ko'ramiz. Tomosha qilinglar va natijadan hayratda qolinglar. Bo'ldi, mana nihoyat qurib bo'ldim. Ko'rib turganingizdek vaqti bilan ishlamoqda. Yaxshi ferma, qurilar bularga o'xshadi. Bu mening atmosferam. Shu yerda men bularni o'ldirib, endi ko'z va shunga o'xshash narsalar ishlayman. Qilichga looting qo'shib qo'ysanglar, endi ko'zlar ancha tez yig'iladi. Mana hozir shuni qilaman. Mana shunday atmosferada bemalol urib o'tiraverasizlar. HP ham yaxshi yig'iladi, XP yaxshi yig'iladi va endi ko'zlar ham yaxshigina yig'iladi. Bu loyihaga o'xshadi. Foydasi tegadi sizlarga. Albatta quringlar. Endi keyingi loyihaga olg'a. Endi buni ham tekshirib ko'ramiz. Bu internetni portlatgan loyiha-ku, Jannat portali degan nomli. Men ham juda qiziqardim bu ishlaydimi yo'qmi, hozir ko'ramizda. Qani, eng oxirgi nuqta va go tekshirib ko'ramiz. Afsuski ishlamadi. No day off for you and everyone. Bu loyihani ham tekshirib ko'ramiz. Bu ham rost ekan. Ko'rib turganingizdek ishlamoqda.
Buni ham sinab ko'ramiz. Kim bilmasa, qum muallaq tura olmaydi Minecraftda, havoda yerga tushib ketadi. Bu mexanizm orqali turar ekan. Hop. O'xshadi, lekin bir muammo bor. Bu juda ham eski versiyalarda o'xshaydi. Yangi versiyalarda kodlar almashtirilgan, Minecraft o'zgargan. Bu ish o'xshamaydi. Mana dahshatlilardan biri deb mashina. Endi buni sinab ko'ramiz. Biz gilam deb mashinasi. 10 yilsa bundan ham dahshat bo'ladi. Qani ko'rishda davom eting. Qani ko'ramiz ishlarmikan? 1, 2, 3. Ishladi, cheksiz gilamlar. Qoyil. 10-si bundan ham dahshat ko'ring. Nihoyat oxirgisi Tekin X-ray. Bu modlar orqali qilinadi, lekin bu loyiha bezmod X-ray qilish, ya'ni devorlar orqasini ko'rish anasi loyihaga. Qani ko'ramiz ishlaydimi yo'qmi? Hayajonli daqiqalar va ishladi. Qoyil. Ana, Free X-ray. Xullas do'stlar, bugun internetdagi eng mashhur top Minecraft loyihalarini sinab ko'rdik. O'zingiz rost yoki yolg'onligini ko'rib oldingiz. Agar video yoqqan bo'lsa, like va obuna bo'lishni unutmang. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.